Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Navbatdagi qafaslarimiz yana tayyor bo'ldi. Obzorni sizlar bilan bo'lishamiz. Sizlardan esa har doimgidek bir donadan like kutib qolamiz. Qafasimiz kaptarlar uchun, dakan xo'rozlar uchun va yana kaptarlar uchun zakosga tayyorladik. Bu qafasimiz mana ko'rinishlari, tomlarini ajratib alohida qilib yangi versiyada tayyorladik. Qafasimiz uzunligi 2 metr, eniga esa 1,60 cm do'z ichiga oladi. Mana tashqarida qo'noqlari mana ajrab chiqish uchun, olish uchun qulay qilib o'rnatib qo'yganmiz. Hop. Ranglari mokriy asfalt ko'rinishga ega, balandligi esa 2,30 cm. Mana kirish joylari juda ham chiroyli holatda. Mana bu yerlariga nerjivinkalarni qo'l bola qilib tayyorlab berganmiz va eshiklari mana keng holatda bo'lgan, profildan bo'lgan 2 2. Taglari esa mana baquvvat odamni ko'taradi. Ichkarida mana 25 ta keng holatda katta uylari bor. Tepa qismida mana parlash xonalari mavjud. Qafasimiz 2 qo'noq ajratib qo'ydik. Qo'noqlarni serob qilib tiqilib qolmaydi kaptarlar buning ichida. Bu qafasimizni Toshkent viloyatiga dastavkasi bilan 4,5 million so'mga tayyorlab berdik. Bunisi esa mana dakan ishqibozlar uchun 2 etajli qafasimiz. Oldi ko'rinishlari mana juda ham chiroyli holatda. Tumshuqlariga xalaqit qilmaydi, laklargacha sepganmiz. Temir ramkalari temir ugonnik 1,8 temirdan bo'lgan. Eshiklari mana chiroyli holatda ochilib yopilishi va suv idish, don idishlari ham mana o'ziga o'rnatganmiz. Qafasimizni qolaversa mana tomlarni ham idishiga tushmasligi uchun o'stirib qo'yganmiz. Yollariga mana paneralarni qadab kraska sepganmiz orqalarigacha. Qafasimizni Andijon viloyatiga tayyorlab berdik. Narxi esa o'zlari olib ketib olishadi. 1,5 million so'mga buni tayyorladik va mana bu yerda kaptar ishqibozlar uchun mana oldida badishga qo'noqli 16 ta uyali, arka eshikli, razmeri uzunligi 1,40, eniga 1,10, bo'yi esa 1,90 cm ga ajratilgan kaptarlar uchun temir qafasimiz. Bunisini esa 2 million so'mga tayyorlab berdik. Dastavkasini ikkalasini ham o'zlari egalari qilib oladigan bo'ldilar. Qafasimiz mana juda ham chiroyli holatda tayyor bo'lib yonib turibdi. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, barcha turdagi parrandalar uchun sifatli darajadagi temir qafaslarimizni tayyorlab yetkazib beramiz. Bizni kuzatib boring deb qolamiz. Rahmat, hammaga salomat bo'linglar.